Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Biz bugun siz bilan mashina detallari va loyihalash asoslari fanidan ma'ruza mashg'ulotlarini boshlaymiz. Fanimiz suv xo'jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash ta'lim yo'nalishi talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, odatda 4 va 5-semestrlarda o'tiladi. 4-semestrda mexanizm va mashinalar nazariyasi fani alohida bo'lim sifatida, 5-semestrda esa mashina detallari fani alohida bo'lim sifatida o'tiladi. Demak, birinchi ma'ruza mashg'ulotimiz mavzusi quyidagicha. Demak, fanga kirish, mashina detallari va loyihalash asoslari fanining mexanizm va mashinalar nazariyasi bo'limining maqsadi, vazifalari, qisqacha tarixi, rivojlanish bosqichlari va yo'nalishlari. Birinchi ma'ruza mashg'uloti mavzusi bo'yicha quyidagi rejalar o'rin olgan. Demak, birinchisi kirish, fanning tarixi kelib chiqishi. Ikkinchi, mexanizm va mashinalar nazariyasi bo'limi maqsadi va vazifalari. Uchinchi, mashina va mexanizmlarning turlari va ishlatilishi. To'rtinchi, mexanizm va mashinalar nazariyasi fanining muammolari va ularni yechish usullari. Fanning tarixi kelib chiqishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, odamlar azaldan o'z mehnatini yengillashtirish uchun nisbatan sodda qurilmalarni, jumladan richagli, tishli, egiluvchan, bo'g'inli va boshqa mexanizmlarni yaratishgan. Insoniyat taraqqiyoti talablarga muvofiq ular tadqiq etilgan, takomillashtirilgan hamda yangilab borilgan. Mexanizm va mashinalar nazariyasi mexanikaning alohida fani sifatida 18-asr oxirlarida shakllana boshlagan. 1794-yilda fransuz olimi Gaspar Monge tomonidan Parijda ochilgan Politexnika maktabida jahonda birinchi marta mexanizmlar nazariyasi kursi o'qitila boshlagan. Tabiiyki, boshlang'ich paytda ushbu fanning mazmuni asosan mavjud mexanizmlarni tavsiflab berish hamda nazariy mexanika va matematika qonuniyatlari negizida ularni tadqiq qilishning birinchi usullarini yaratishdan iborat bo'lgan. Shu paytlarda qo'llanilayotgan mexanizmlarning o'zini o'rganib chiqish uchungina ularning qandaydir tartibga solingan tasnifini ishlab chiqish zarur bo'lgan. Mexanizm va mashinalar nazariyasi fani rivojlanishiga quyidagi olimlarimiz o'z hissalarini qo'shishgan. Demak, bulardan Graskov, Silvestr, Roberts, Vishnegradsky, Zhukovskiy, Petrov, Assur, Artabalevskiy, Bessonov, Zinovyev, Levitsky, jumladan O'zbekiston olimlaridan Usmonxo'jayev, Qo'ziboyev, Mashkov, Zokirov, Glushenko va boshqalar fanning respublikamizda taraqqiyoti va rivojlanishida o'zlarining munosib hissalarini qo'shishgan. Ma'lumki, Artabalevskiy mashinalar mexanikasining yaxlit mashinasozlik nazariyasiga aylanishda salmoqli hissa qo'shgan olimlardan biri hisoblanadi. U mashina va mexanizmlar nazariyasi bilan shug'ullanuvchi Sovet maktabining tashkilotchisi, mexanizmlar strukturasi, kinematikasi va sintezga, mashina dinamikasi va mashina avtomatlar nazariyasiga oid ko'plab ilmiy ishlar, shuningdek ko'pchilikka ma'qul kelgan darsliklarning muallifi hisoblanadi. Fanni o'zi turli mexanizmlar, mashinalar mexanikasi, struktura va dinamika jihatdan tahlil qilish hamda sintez qilish usullarini o'rganadi. Shu narsani alohida ta'kidlash joizki, mashina va mexanizmlar nazariyasida bayon etiladigan usullar har qanday mexanizmni loyihalash uchun yaroqli bo'lib, ular mashina texnika vositalarining qaysi sohasida qo'llanilishiga, shuningdek mashinada sodir bo'luvchi ish jarayonlarining fizik tabiatiga bog'liq emasdir. Aslini olganda, mashina va mexanizmlar nazariyasi bo'lg'usi injener mutaxassisligiga muqaddimadir. Shu sababli u injenerlik yo'nalishiga ega, unda zamonaviy matematik apparat keng qo'llaniladi hamda mexanizmlarning tahlili, sinteziga taalluqli dolzarb masalalarni grafoanalitik va elektron hisoblash mashinalar yordamida analitik usulda yechishning amaliy yo'llari o'rganiladi. Mashina o'zining ish jarayonini qonuniy mexanik harakatlarni bajarish orqali amalga oshiradi. Bunday harakatlar tashuvchisi albatta bu mexanizmdir. Binobarin mexanizm qattiq jismlar sistemasi bo'lib, ular bir-biriga tegib turadi va ulardan biri, ya'ni harakatlanuvchisi nisbatan muayyan talab qilingan tarzda harakatlanadi.
juda ko'plab mexanizmlar qattiq jismlarning mexanik harakatini o'zgartirib berish kabi vazifani bajaradi. Fanning tarkibiy va asosiy tushunchalariga quyidagilar misol bo'ladi. Ya'ni bu ikki qismga bo'lib o'rganiladi. Birinchisi mashinalar mexanizmlarining tuzilishi, kinematikasi va dinamikasi jihatdan tahlil qilish, ya'ni analiz qismi hisoblansa, ikkinchisi bu mashina mexanizmlarining berilgan talablarga ko'ra tuzilishi, kinematikasi va dinamikasi jihatdan sintezlash, ya'ni loyihalash hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda fanning asosiy maqsadi talabalarga hozirgi zamon talablariga mos mashinalar, qurilmalar, asboblar, avtomatik tizimlar va komplekslarni yaratish uchun amaliyot tomonidan qo'yilgan talablarga muvofiq keluvchi mexanizmlarning eng maqbul sxemalari va parametrlarini tadqiq qilish va loyihalash uchun zarur bilimlar, o'quv va ko'nikmalarni hosil qilishdan iboratdir. Shu maqsadda fanimiz o'z oldiga quyidagi vazifalarni belgilab qo'ydi. Ulardan birinchisi xalq xo'jaligida ishlatiladigan turli mashina va qurilmalardagi mexanizmlarning turlari, tuzilish qonuniyatlari va prinsiplari, ishlash tartibi, asosiy geometrik, kinematik va dinamik parametrlarni hamda mashinalarda o'zaro bir-biriga bog'lanishi va ta'siri bilan tanishtirish. Ikkinchisi mashinalarning turlicha tuzilishga ega bo'lgan mexanizmlarni tuzilishi, kinematikasi va dinamikasi jihatdan tahlil qilish va talab qilingan xossalarga muvofiq sintezlashning umumiy uslublari bilan tanishtirish. Uchinchisi hozirgi zamon talablariga mos mashinalar, asboblar, avtomatik qurilma va komplekslarni yaratish uchun amaliyot tomonidan qo'yilgan barcha talablar va shartlarga muvofiq keluvchi mexanizmlarning eng maqbul konstruksiyasi hamda parametrlarni aniqlash va loyihalashga o'rgatishdir. Endi mana mashinaning o'zi nima degan savolga quyidagicha javob berish mumkin. Mashina bu insonning jismoniy va aqliy mehnatini butunlay o'z zimmasiga olish yoki yengillashtirish maqsadida energiyani, materiallarni va axborotlarni bir turdan boshqa turga o'zgartirish uchun mexanik harakatlar qiluvchi qurilmadir. Shu maqsadda mashinalar quyidagi turlarga bo'linadi. Bulardan birinchisi texnologik mashinalar. Bularga metallga ishlov beruvchi dastgohlar, stanoklar, komplekslar, temirchilik presslash uskunalari, prokat stanoklari, quymakorlik uskunalari va hokazolar kirsa, dastlabki material hamda xomashyolar, zagotovkalarning shakli, o'lchamlari, xossalari, holati ish jarayonida o'zgaradi. Ikkinchisi bu transport mashinalari hisoblanadi va qurilmalar yordamida yuklar, asbob uskunalar, kishilar hamda boshqa obyektlar bir joydan ikkinchi bir joyga ko'chiriladi. Uchinchisi energetik mashinalar hisoblanadi. Bular demak bir turdagi energiyani boshqasiga o'zgartirib beradi. Va to'rtinchisi axborot mashinalari. Harakatni tekshirish, sozlash, boshqarish maqsadida kiritiluvchi axborot o'zgartiriladi. Mana quyidagi slaydimizda texnologik mashinalarning ko'rinishlari keltirilgan. Rasmlarda ko'rib turganimizdek tishli g'ildirak zagotovkalarga ishlov berish jarayonlari keltirilyapti. Mana bu rasmimizda metallga ishlov berish jarayonlari keltirilgan. Va mana bu gazlama ishlov berish stanogi. Mana bu stanokka agar qaraydigan bo'lsa agar metall murakkab profilli metallarni yasash texnologiyasi keltirilyapti. Keyingisi bu transport mashinalariga misollar keltirilgan. Hamda energetik mashinalar, bular bir turdagi energiyani boshqa turdagi energiyaga o'zgartirib beruvchi mashinalar hisoblanadi. Hamda axborot mashinalari. Endi hozirgi zamon mashinalariga qo'yiladigan talablar quyidagilardan iborat. Demak, bulardan birinchisi mashinani ishonchli va mustahkam bo'lishi kerak, yuqori darajada unumli ishlashi kerak. Uchinchisi tayyorlash uchun ishlatiladigan materiallar yengil bo'lishi kerak. To'rtinchisi energiya sarfi iloji boricha kam bo'lishi. Beshinchisi mumkin qadar atrof muhitni ifloslantirmasligi. Oltinchisi texnik, estetika, iqtisodiy, ekonomika va dizayn talablariga javob beradigan bo'lishi kerak. Quyidagi vazifalarni
muvaffaqiyatli hal qilish, hozirgi zamon talablariga javob beradigan yangi mashinalar yaratish uchun mashinasozlik sohasida mutaxassislar qator fanlar, shu jumladan mexanizm va mashina nazariyasi asoslaridan bilimlarga ega bo'lishlari zarur. Demak, bu slaydimizda kinematik sxema real mashina konstruksiyasining skeleti degan ibora keltirilyapti. Haqiqatan ham demak bu mexanizm sxemasini tanlash va loyihalash mashinani loyihalashning dastlabki va asosiy bosqichi hisoblanadi. Bo'lg'usi mashina detallarining o'lchamlarini va materialni tanlash konstruksiya loyihasining keyingi bosqichi bo'ladi. Loyihalash u yoki bu konstruksiyani yasash usullari va vositalarini tanlash bilan yakunlanadi. Ana shu oddiy mulohazalardan ham ko'rinib turibdiki, loyihalashning oxirgi ikki bosqichi dastlabki belgilovchi bosqichga tayanadi. Shuning uchun ham mashinalar loyihalashning nazariy asosi bo'lmish mashina mexanizmlar nazariyasining roli nihoyatda katta ekanligini tushunish qiyin emas. Endi mana bu slaydimizda mexanizm va mashinalar nazariyasi fanida kuzatiladigan kamchiliklar keltirilyapti yoki muammolar, boshqacha qilib aytganda muammolar desak ham bo'ladi. Energiya va materiallarni ko'p miqdorda tejashga imkon beruvchi texnologiyalarni foydalanishga sharoit yaratib beruvchi mashina va mexanizmlarni avtomatlashtirish vositalarining yangi konstruksiyalarini o'zlashtirish, xalq xo'jaligining turli tarmoqlari uchun zarur bo'lgan mashina mexanizmlarning ishonchliligi va chidamliligini ta'minlash, ularning iqtisodiy samaradorligi va ish unumini oshirish bu asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Bundan kelib chiqqan holda zamonaviy texnika taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri bu ishlab chiqarishning hamma turlarini avtomatlashtirishdir. Demak, bu vazifani hal qilishda albatta robototexnika sistemalari katta hissa qo'shadi. Ilmiy fantastika asarlari sahifalarida paydo bo'lgan robot so'zi hamma tomonidan qabul qilingan ilmiy atama terminga aylandi. U turli tuman mexanik operatsiyalarni bajara olishi bilan bir qatorda vujudga keluvchi mantiqiy masalalarni ma'lum bir majmuini mustaqil ravishda yecha oladigan yuqori darajadagi texnik sistemani bildiradi. Hozirning o'zidayoq robototexnika sistemasining ko'pgina turlari sanoatda yuklash, joylashtirish, payvandlash, sodda qismlarni yig'ish kabi ishlarni bajarmoqda. Mashinalar dinamikasining rivojlanishida tebranish masalalari ham albatta asosiy rol o'ynaydi. Bir tomonda bu mashina mexanizmlarining titrashga chidamliligi, konstruksiyalarni bunyod etish yo'li bilan titrashga qarshi kurash masalalari bo'lsa, boshqa tomonda bu turli texnologik jarayonlarni boshqarish maqsadida titrashning rezonans ta'siridan foydalanish va talab qilinuvchi kinematik xususiyatlarga ega bo'lgan yangi titrab ishlovchi mexanizmlar yaratishdir. Va hamda bundan tashqari titrash konstruksiyalarida katta zo'riqish vujudga kelishi oqibatida toliqish natijasida mashina qismlari sinishi, ba'zan esa jiddiy halokatlar ro'y berishi bu demak fanimizning asosiy muammolaridan biri hisoblanadi. Titrash zararli shovqin manbaidir. Shovqin inson fiziologiyasiga zararli ta'sir etibgina qolmay, shuningdek materiallarning akustik toliqishiga ham olib keladi. Titrash mashinalar, mexanizmlar va boshqa sistemalarning belgilangan kinematik qonuniyatlariga bo'ysunuvchi asosiy harakatni berilgan harakat qonunining barqarorligini buzadi va ko'pincha butun sistemaning ishdan chiqarishiga sabab bo'ladi. Mashinalarning titrashi inson fiziologiyasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi, uning funksional faoliyatini va ishlash faoliyatini pasaytiradi. Tirik organizmning ayrim sistemalariga shikast yetkazadi. E'tiboringiz uchun rahmat.